Pythonda ushbu dastur ishga tushirilgach, nechta true qiymat ekranga chiqadi. Bu yerda bizda funksiya e'lon qilingan div mono funksiya nomi r bu bitta kiruvchi parametr va funksiyaning ichida qiymatlar bor. Return funksiya natijasiga qiymat mana shu natija qaytariladi va bu yerda r1, r2, r3 berilgan 3 ta massiv ro'yxat berilgan va bu yerda e'tibor bersa printda mono r1, r2, r3 aytilgan. Ya'ni bu degani mana bu r degan qiymatni o'rniga mana shu massivni qiymatlari kiritiladi. Mana birinchi marta demak bizga mos ravishda mana shu massiv 1, 2, 2, 3 kiritiladi, hisoblanadi va return qandaydir mantiqiy true yoki false degan natijani qaytaradi bu yerga. Xuddi shunday true false mana bu yerda hosil bo'ladi. Ikkinchi marta r2 ni o'rniga mana bu ikkinchi funksiya qiymatlar massiv qiymatlar kiritiladi. Yana natija chiqariladi. Uchinchi martada r3 da mana bu demak 1, 3, 2, 4 qiymatlari kiritiladi va qandaydir natija bu yerda hosil bo'ladi. Endi mana shularni bitta-bitta kiritib hisoblab ko'ramiz. Birinchi martada bizda mana R1 degan massiv bor. 1, 2, 2, 3 va mana shu demak mono funksiyaga kiritiladi. Bu yerda funksiyada a ham dastlab bizda hozir true'ni o'zlashtiradi. A ham true qiymatni o'zlashtiradi. B ham true qiymatni o'zlashtirib oladi. Va bu len o'sha r ni uzunligi, ya'ni r1 ni uzunligigacha keladi. 4 ta elementi bor. Demak bu 4. I 1dan 4gacha 4 kirmaydi. 1, 2, 3ni ya'ni 3 marta ishlaydi va I birinchi marta bir vaqtda hamma joyga 1 keladi. Demak, birinchi marta takrorlanishda, deylik mana bu yerdan yozamiz. Birinchi marta takrorlanishda demak R1 katta deyapti. R 1dan 1ni ayiradigan bo'lsak 0. Ya'ni bu indeks bo'yicha ishlaymiz. Bu yerda 0-indeksda 1 turibdi, birinchi indeksda 2 turibdi, ikkinchi indeksda ham 2, uchinchi indeksda 3 turibdi. Va taqqoslab ko'ramiz. Birinchi indeksdagi 2 kattami? Demak bizda 0-indeksdaman. Ya'ni bizda 0-indeksda 1 turibdi. Ha, shart rost. Demak, endi B true emas, false ni o'zlashtiradi. Ya'ni A hozir o'zgarmadi bizda, true'ligicha qoldi. Faqat B bizda false qiymatni o'zlashtiradi, chunki shart bajarilyapti. Shart bajarildi. Ya'ni 2 1dan katta. Endi if bajarilganda elif bajarilmaydi. Elif bajarilmasa, if bajarilmasa elifga o'tadi. Hozir if bajarildimi, bo'ldi, bu qism ishlamaydi. Takrorlanish ikkinchi martaga boradi. Ya'ni ikkinchi marta takrorlanishda 2 bo'lib keladi in joyiga. Ya'ni R2 katta R2dan 1ni ayiramiz 1. Indeks bo'yicha qaraymiz. Ikkinchi va birinchi indekslarda 2 2 turibdi. 2 kattami 2dan? Yolg'on. Endi elifga o'tadi, ikkinchi shartga o'tadi. Yana xuddi shunday joyga 2 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, hali ikkinchi takrorlanish tugagani yo'q bizda. 2 kichikmi deydi. R 2dan 1ni ayiradigan bo'lsak 1 bu yerda. 1. Mana. Yana bu ham xuddi shunday. 2 kichikmi 2dan? Yo'q, yolg'on. Demak, bu yerda o'zgarmadi mana. A ham o'zgarmaydi, B ham o'zgarmaydi, chunki shart bajarilmayapti birorta shart. Uchinchi marta takrorlanishga boradi. Uchinchi martada 3 bo'lib keladi i. Demak, R3 kattami? 2dan. Mana. Va indeks bo'yicha taqqolsangiz 3 kattami? Mana bu 3 kattami 2dan. Ya'ni qiymatlar bo'yicha o'sha 3-indeksda turgan 3 va 2-indeksda turgan 2 bo'yicha ha. Shart rost va B yana false ni o'zlashtiradi. O'zi shundoq ham B false edi. Demak bizda A true qiymat bilan qoladi. B demak bizga false ni o'zlashtiradi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi va ana bu yerda endi return A or B deyapti. A bilan B ni oxirgi qiymatlarini mantiqiy yig'indisini hisoblaydi. Ya'ni bularni mantiqiy demak bizda yig'indisi, ya'ni demak A or B ni mantiqiy yig'indisi, ya'ni bu true or false. Bu demak bizda true qiymat bo'ladi. Hozircha mana bitta mana shu birinchi massiv kiritilganda bitta true qiymat ekranga chiqadi. Xuddi shunday ikkinchi massivni mana R2 ni kiritib ko'ramiz. Ya'ni R2 3 ta elementdan iborat.
Demak, bu yerda 3 keladi. 3 kelganda 2 marta bajariladi. 1 va 2 uchun ishlaydi. Va buni indekslaydigan bo'lsak, 0-chi indeks, 1-chi indeks, 2-chi indeks. Va mana bu yerdan yozamiz. Birinchi takrorlanishda nima bo'ladi? Demak, bu yerda iyni joyiga 1 keladigan bo'lsa, bizda 1 kattami? A 0 dan. Mana birinchi indeksda 2 turibdi. 0-chi indeksda 3 turibdi. Yo'q, ikkinchi shartga o'tadi. Elif o'tadi. Elif agar 1 bir qo'yapti o'zi, bir qo'yamiz o'zi, demak biz iyni joyiga 0. Endi birinchi indeksda 2 turibdi, 0-chi indeksda 3 turibdi. Ha, shart rost mana. 3 katta 2dan. Dastlab bular A ham B ham turini o'zlashtirganda, endi A false'ni o'zlashtiradi bu yerda. Demak, A o'zlashtiradi false qiymatni, B o'zlashtiradi dastlabki true qiymatni. Birinchi marta ishladi. Endi oxirgi ikkinchi marta ishlaydi. A joyiga hamma in joyiga 2 ni qo'yib tekshiramiz. Ya'ni ikkinchi marta takrorlanishda. Demak, bizda A 2 katta A 1. Mana. Ikkinchi va birinchi indeksda turgan qiymatlar bilan taqqoslaymiz. Bu yerda 1 ikkinchi indeksda turibdi. Kattami? Birinchi indeksda 2 turibdi. Yo'q, yolg'on. Elif o'tadi. Demak, A bizda bu yerda endi 2 qo'yapmiz hozir. Eng joyga oxirgi qiymat kichikmi? Demak, bu yerda kichikmi? A 1 dan. Mana ikkinchi indeksda bizda hozir 1 turibdi. Birinchi indeksda 2 turibdi. Ha, shart rost. Shart rost. Demak, yana A false o'zlashtiradi. Shundoq ham o'zi A'da false edi. Yana bir marta qayta false'ni o'zlashtirib oladi. B o'zgarmadi. Chunki B turgan mana bu if shart bajarilmadi. Shuning uchun false'ga almashmadi. Demak, buni ham mantiqiy demak biz ya'ni yig'indisi, ya'ni retro'yinda qiymat qaytarish kerak o'zi bizda bu yerda. Ikkinchi massiv ishlaganda ham A or B'ni. Demak, A or B'ni hisoblaydigan bo'lsa bu yerda yana shu bizda true natija bo'ladi. Mana B true bo'lgani hisobidan ikkinchi martada ham mana bizda true natija chiqyapti. Xuddi shunda endi R3 ni qiymatlarini mana massivga kiritib hisoblab olamiz. Ya'ni bu yerda endi bizda 4 ta elementi bor. 0-chi indeksda 1 turibdi, birinchi indeksda 3, ikkinchi indeksda 2, uchinchi indeksda 4 turibdi. Va bu yerda 4 ta elementi bor. 4 kelganda bu 1 dan 3 gacha, ya'ni 4 gacha boradi, ya'ni 4 kirmaydi. Va endi shuni mana bu tomondan bajarib ko'ramiz. Birinchi marta takrorlanishda 1 keladi, xuddi shunday yuqoridagi kabi bo'ladi bu ham. R1 R1 kattami deydi. Demak, R 0 dan. Bu elementlarga qaraymiz bu yerda. 1 3. Demak, keltirib qo'yamiz demak. 3 kattami 1 dan. Ha. Ha bo'lsa mana B false o'zlashtiradi. Demak, A dastlab bizda true bilan qoladi. Demak, B o'zlashtiradi false. Birinchi marta ishlab bo'ldi 1 uchun. If bajarilsa, elif ishlamaydi. Bunga tekshirib keyin 2 uchun ishlaymiz. Endi hamma joyda eng joyiga 2 qo'yib hisoblab ko'ramiz. Demak, 2 qo'yganimizda 1 bo'ladi va ikkinchi indeksda 2 turibdi, birinchi indeksda 3 turibdi. Demak, 2 kattami 3 dan yolg'on, aks holda elif o'tadi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. R 2 demak kichikmi? R demak 2 dan 1 ayirsak 1. Ikkinchi indeksda bizda 2 turibdi, birinchi indeksda 3 turibdi. Ha, shart rost mana. Shart rost. Shart rost bo'ladigan bo'lsa, u o'z-o'zidan A false'ni o'zlashtiradi. Demak, A true edi, endi A ham false bo'ldi, B ham yolg'on bo'ldi. B ham bizda mana yolg'on bo'ldi. Endi bu yerda hozir shu yerda 3-chi qiymat tekshirmasdan ham tugatsak bo'ladi, chunki bu yerda aniq ikkalasi false bo'ladi. Ya'ni ikkalasi false bo'ldi, qaytib true'ni olib bilmaydi bular. Chunki ikkalasi ham false turibdi. Shu yerda ham natijani hozir false yolg'on chiqadi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Ya'ni 3-chi qadam bajarmasdan. Da 3 ni ham qaraydigan bo'lsak, mana eng joyga hamma joyga 3 qo'yib chiqadigan bo'lsak, birinchi takrorlanish edi. Demak, mana bu bizda hozir ikkinchi takrorlanish bo'ldi va mana bu yerda 3-chi takrorlanish bo'ladigan bo'lsa,
Hamma joyga uchni qo'yib hisoblab ko'ramiz. Demak bizda mana 3dan 1ni ayiradigan bo'lsa 2, indekslar bo'yicha qaraymiz. Ya'ni 3-chi indeksda 4 turibdi, ikkinchi indeksda 2 turibdi. Shadrost. Shadrost bo'ladigan bo'lsa, yana B true, false ni o'zlashtiradi. Shundoq ham B bizda false qiymatni olgan edi. If bajarilsa, elite bajarilmaydi, pastdagi shartni tekshirmaymiz. Tamom. Va bu yerda A or B, ya'ni bizda ikkalasining mantiqiy yig'indisi or false. Demak, bu bizda yana o'sha false ni qayta beradi. Teng. Demak, bizda false. Mana. Demak, bizda so'rayapti nechta true qiymat chiqadi? Javob ikkita true qiymat hosil beradi.